Men o'g'lim mana Ixlos maktabida o'qiydi. Malayziyaga jo'natyapmiz olimpiadaga. Eson-omon, sog'lik, salomatlikda, bari butunlikda borib kelishni nasib qilsin. Bugun o'g'limiz Malayziyaga ketyapti. Omad tilaymiz ham sayohatga, ham bilimini sinashga, ularga omad yor bo'lsin. Rahmat shu Ixlos maktabida rahbariyatiga rahmat kattakon. Ham dunyo ko'radi, ham mana bilimini sinab keladi, xudo xolasa. Shu xalqaro olimpiadaga Malayziyaga, Kuala Lumpurga yo'l olishdi. Bugun farzandlarimizni Kuala Lumpurga jo'natyapmiz. Ixlos Schoolga rahmat, shunaqa tadbirni uyushtirishganiga. Olimpiadaga ketishyapti, xudo xolasa yutuqlarga erishib qaytishadi degan umidda bizni. Oy borib omon qaytishsin. Mana shu borayotgan barcha bolajonlarimiz juda ham yaxshi, yuqori nufuzli o'rinlarni egallashsin. O'zbekistonimizni bayrog'ini yuqori cho'qqilarga chiqarishsin. Ishonaman bolamga o'sha yerda ham oliy o'rinlarni egallab kelishni Allohim nasib qilsin.